20 millionlik kontrakt to'lamasdan atigi 5 million so'mga sifatli ta'lim olmoqdaman. Assalomu alaykum, men ismim Sevinch, men Toshkent Metropolitan universitetining ingliz tili fakultetida o'qiyman. Men Ozodbek Sadullayev, Toshkent Metropolitan universitetida huquq yo'nalishi bo'yicha birinchi kurs talabasiman. Assalomu alaykum. Mo'ydek Muhammadov Buxorman, senior talabasi, birinchi kursda huquq yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Bu universitetda noyob qiladigan jihati nima qolgan universitetlarga qaraganda? Studentlarga bo'lgan eng zo'r sharoitlar. O'qituvchilarning bilimi, o'qituvchilarning tajribasi. Korrupsiya yo'liga Chet ellik professorlarni dars berishi. Universitet talabalarini kelajakdagi muvaffaqiyatli martaba va ish imkoniyatlariga qanday tayyorlaydi? Bizlar o'qib yurgan paytlarimiz o'zidayoq bizlarning universitetimiz o'zida kerak bo'lsa ishga taklif qilishni boshlashdi. O'z administratorida ish o'rinlari joylashtirib berishgan. Bizga ham o'sha ishlarga taklif qilishgan. bu joyda har tomonlama tayyorlashadi. Ham hayotga, ham ishga. Bizga ham ish taklif qilishdi. Biz o'zimiz volontyor ko'ngilli sifatida bugundan o'zim ish boshlamoqchiman. Talabalarga moliyaviy yordam berish uchun qanday stipendiyalar va grantlar mavjud? Final examlardan yaxshi o'tsak, biz top 42 talikka kiramiz va birinchi, ikkinchi o'rindagi studentlarga 100% grant qoplanadi. 10% dan 100% gacha bo'lgan grantlarimiz bor. Bu degani universitetda bemalol bepulga o'qishinglar mumkin. IELTS darajasiga qarab turib 25% dan 100% gacha ta'lim grantlari asosida kelib, Tennuda o'qishga va barcha yo'nalishlar bo'yicha o'z mutaxassisligiga aylanishlari mumkin bo'ladi. Top 42 ta o'rinda turgan studentlarga 100% dan boshlab 10% gacha grantlar berishadi. Akademik ta'lim sifati qanday va professorlardan talabalar qanday qo'llab-quvvatlash oladi? Professorlarimiz nafaqat o'zbek, balki chet eldan ham bizani o'qitishadi. Akademik sifat tarziga gap bo'lishi mumkin emas. Ham psixologik, ham bilim tomonlama har tomonlama bizda qo'llab-quvvatlashlar bo'ladi. Xohlagan kunlarimiz professorlarimiz bilan darsdan tashqari ham o'zimizda qiynayotgan savollarga javob topishimiz mumkin. Universitetdagi talabalar hayoti qanday kechadi va talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun qanday imkoniyatlar mavjud? Bu yil hisobiga bizada 3 ta yoki undan ham ko'proq eventlar bo'lib o'tdi. Masalan, sportdan tortib bilim olish, O'g'il bola uchun futbol chempionatlari bo'ldi. Baribir boshqa talabalar hayotiga nisbatan qiziqroq, o'zigacha har bir talaba hayotida aniq to'g'ri tutadi. Universitetni kimlar uchun tavsiya qilgan bo'lardingiz? Universitetda kimlarga tavsiya qilgan bo'lardim? universitetimizda yosh chegarasi mavjud bo'lmagani uchun O'zining kelajagiga befarq bo'lmaydiganlar uchun O'qish istayotgan har bitta insonga Tavsiya qilgan bo'lardim.